qisqarib. Shuning uchun mana hozir eshitdinglar, mana shu yerda o'tirgan insonlar ba'zilar aytishingiz mumkin, voy meni xastaligimni aytishmadi bu-da. Bu yerda diagnozlar ko'p. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Mana hozir qizimiz yurak xastaligidan, quvvatsizlikdan hushimni yo'qotardim, ko'chaga chiqa olmasdim, mashinada yurishga qo'rqardim, kechqurun qo'rqardim, qaltirab qolardim degan shikoyatlar bilan o'sha aziyat chekkanlardan biri qarab qo'ydi. Opamiz mana bu yerda grija, qandli diabet, o'sha bosh og'riqlar, migrenlarni aytdilar. Yana bitta opamiz qandli diabet haqida gapirdilar. Mana singlimiz quvvatsizlik, churadan natijalarni aytdilar, ko'zlaridan bo'lgan natijani aytdilar. Mana bu qizimiz hozir 2 kun ichida bir donadan iste'mol qilib 2 kunda shunaqangi oyog'iga qaltirashlar yetib quvvat keltirganlarini aytdilar. Men bitta narsani aytmoqchiman. Mana bu yerda agar hozir kimnidir tashxisi yoki kimnidir qarindoshidagi xastalikni tashxisi aytilmagan bo'lsa, o'ylamanglar, bu narsadan effekt bo'lmaydi. Bizning mahsulotdan hamma xastaliklarda natija bo'ladi. Nima uchun? Chunki aynan agar e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta mana shu iste'mol qilgan insonni hozir birinchi aytgan narsasi uyqum yaxshi bo'ldi, quvvat kelmayapti. Quvvat o'zi nima bu? Har bir hujayraga, har bir tana a'zosiga kislorod va qon yetib boradi degani. Aynan bizning mahsulot. Koenzim agar qon tomirlarini tozalasa, kalsiyda ham shunaqangi xususiyat bor. Kalsiyimdagi 60 ta mineral har bitta hujayraga oziqa bo'lib xizmat qiladi. Men hozir shu yerda sizlarga nima uchun aynan bitta, ikkita mahsulot bilan hamma xastaliklardan natija olganman. Men ko'z xastaligini aytmasam ham bo'ladi. Ko'z xastaligidan o'zimda ham, qarindoshlarimda ham, mana hamkorlarimizda ham iste'mol qilayotgan barchada har birortasida ko'zdan natija olmaganini men eshitmadim. Aynan ko'zni men har doim va asab tizimini uyquni misol keltiraman. Nimaga? Chunki aynan mayda qon tomirlarimiz tezroq tiqiladi. Bizni yeb turgan oziq-ovqatlarimizda to'xtab qoladigan yog'lar hisobiga tez xolesterin, bilashkalar paydo bo'lgani uchun tez tiqiladi. Va aynan bizning mahsulot mayda qon tomirlarini tezroq ochgani uchun ham biz ko'zdan, miyadan tez natija olamiz. Mana hozir men iltimos qilmoqchi edim, slaydni agar bersangiz, bizda natijalar juda ham ko'p, 2,5 yil ichida juda ham ko'p natijalarga erishdik. Yig'ilib qoldi, biz bunaqangi slaydlarni qilmay ham qo'ydik. Nimaga deganda, ko'proq insonlar kimlarnidir natijasiga emas, o'zini natijasiga yoki yaqinlardagi jonli natijalarga ko'proq e'tibor qaratishadi. Nima uchun aynan biz bunday natijalarga erishyapmiz? Sababki, mana oilada shifokorlar bormi? Yangi kelgan mehmonlar orasida, taklif qilinganlar orasida shifokorlar bormi? Juda yaxshi, juda xursandman. Biz shifokorlar g'arb tabobatidan ta'lim olamiz. Men ham o'zim Toshkent pediatriya meditsina institutida aynan g'arb tabobatidan bilim olganman. Va ayni kunda shu institutda 30 yildan beri talabalarga aynan shu g'arb tabobatidan ta'lim beraman. Men o'zimni dadamni qandli diabetdan davolash uchun shifokor bo'lganman. Lekin men g'arb tabobatini bitirib chiqqanimda juda ham tajribada qolganman. Rus tilida buni razachravamiz deydi. Nega tajribada qolganman? Chunki men dadamga bergan va'damni, qandli diabetdan butunlay sizni tuzatib yuboraman degan va'damni men bajarmadim. Sababki aynan g'arb tabobati bizga simptomatik davo, ya'ni belgilarni bartaraf qilishga qaratilgan davo. Og'riq turibdimi bir joyingiz? Og'riq qondiruvchi beriladi. Bo'ldi. Kasallik ildizi bilan davolanmaydi. Qon bosimi oshib turibdimi? Qon bosimini tushiruvchi preparatlar beradi, dorilar. U ham sizni butunlay tek bilan davolaydi. Mana shunday qilib men dadamga bergan va'damni ustidan chiqish uchun boshqa tabobatlarni ham o'rgandim. Haqiqatan rost rahmat sog'lik va men erishdim. Dadamni qandli diabetdan butkul tuzatdim. 56 yil stajga ega bo'lgan qandli
diabet bugungi kunda 80 yoshdan o'tgan odamda yo'q. Sog'liq konsepsiyasini qo'yaymi? Nima uchun bunaqangi natijaga erishdim? Sababiki aynan men kasallikni ildiziga borib oldim. U ildiz nima edi? Mana siz bilan biz sog'liqli konsepsiyasi. Butun organizmimiz bir bo'lakmiz. Va bizni mana shu kichkina bir tizimlardan tashkil qilganmiz. Bizda qanday tizimlar ishlab turadi? 12 ta tizim ishlaydi. Ya'ni sistemalar. Oshqozon ichak sistemasi. Nafas tizimi. Yurak qon tizimi. Ichki sekretsiya bezlari tizimi. Siydik anonsir tizimi. Xullas, suyak tayanch tizimi, mushak tizimi. Mana shu tizimlar organlardan tashkil qilinadi. Ya'ni agar oshqozon ichak traktini oladigan bo'lsak, og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Oshqozon, qizil'o'ngach, oshqozon osti bezi, jigar, o'tqo'pil, ichaklar kiradi. Mana shu organlarni agar biz bunday